Bu murojaatim Qanot Sharq jamoasiga. Men 1 oy oldin $400 Inchondan Toshkentga ikkita 23 kilo bagajli bilet olganman. Va uchishimdan bir hafta oldin bildimki, meni samolyotim kattasidan kichkinasiga o'zgargan. Menga umuman farqi yo'q, kattasida uchamanmi, kichkinasida uchamanmi. Meni savolim, nimaga meni ikkita bagajimni bittaga izmenit qilib qo'ygansizlar? Birinchidan, saytinglar umuman ishlamaydi, emailingizga necha marta yozdik, javob umuman bermaysizlar. O'zbekistondan odam topib sizlarga telefon qildirganimizda muomala umuman yo'q. Shu bo'yicha biz faqat bitta bagaj bron qilgan ekanmiz $400 ga. Biletning narxini ko'ryapsizlarmi? 1 oy oldin еще $400 ga bitta bagajli bilet olgan ekanman. O'shani kilosi 32 kilo ekan. A biletda 23 kilo deb yozilgan. Biz yana qayta telefon qildik, dispetcherlar bilan gaplashdik. Точно 32 kilomi desak, da deydi. A biletda 23 kilo yozilgan desak, unda bilmadik, biletingizda yozilgani. Nimaga unda ishlayapsizlar? Savollarimizga to'liq javob bera olmasizlar. Xo'p, mayli, bittasi 23 kilo bo'la qolsin. Yana bitta bagaj qo'shtirib bering desak, mana u qo'limdan kelmaydi, faqatgina aeroportda qo'shtirasiz deb aytishdi. Men o'ylabman, может, men injiq odam bo'lganim uchun bitta menda shunaqa случай bo'lyapti. Yo'q, meni bitta tanishim oilasi farzandi bilan uchayotganda, ularning ham bagajini minus qilib yuborishgan ekan. Ular biletiga hatto qaramasdan aeroportga borishgan, bitta bagajiga yana qo'shimcha pul to'lashgan. Urushgan, talashgan, lekin u yerdagi hammasi biz bilmaymiz. Biz bu muammoni hal qila olmaymiz. Faqatgina bagaj qo'shtirishingiz mumkin deb aytishgan. Biznes klassga ham shunaqa qilasizlarmi yo faqatgina oddiy odamlarga shunaqa muomala qilasizlarmi?